Qo'y mashinkaning boshqachasi kelgan akalar. Bu ishlashga e'tibor beringlar. Umuman vibratsiya yo'q, maza qilib ishlaysizlar-da. Oldin bu apparatimizni 4 million, 3,5 million atrofida sotilgan. Hozir bizga $129 kelgan. Bemalol olishinglar mumkin. Oddiy, misol uchun 500 ming, 600 minglik qo'y mashinkalarimizni maksimalli 3 ta qo'y ola oladi. Bu bilan 50 tadan 100 tagacha qo'ylarni yungini olsanglar bo'ladi. Yungini olib soqqa qilsanglar ham bo'ladi. 20 ming, 30 ming olsanglar ham 50 ta qo'y qancha bo'ladi? 1 million atrofida bo'ladi, deb aytdi. Xullas o'zini blok pitaniyasi bor, qizib ketmasligi uchun bemalol ishlataverasizlar. Ishlashga maza qo'ydim. Anti vibratsionli vibratsiya bermaydi. Bemalol ishlataverasizlar. Buni qaranglar. Bu videoni fermer akalarga yuborib qo'yamiz. O'zining komplektida ko'rishinglar mumkin, nimalari chiqadi. Komplektida smaskalari, kuluvchilari, atyorkalari, shpris ham chiqyapti. Bu pichog'ini moylash uchun chiqarilgan. Yaxshi maqsadda foydalanasizlar. Faqat buni bu yerda doполнительный o'zini pichog'i ham bor. Mana hamma ichib turibdi. Ochib ko'rsataymi buni ham. Ko'ringlar uni ichida. Mana. Buni qaranglar, cheti ham bunaqa bukilgan variant ekanda bu. Ko'ryapsizlarmi? Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, pastki nomerga murojaat qilasiz. Narxi $129, sonlari cheklangan faqat. 20 tami, 25 ta bor maksimalli.